Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan birga Google Earth'dan, ya'ni Google dunyosiga kirib, Google Earth deb yozsanglar direkt chiqadi. Andan keyin Start Earth bu yerga kirib nima qilamiz degan vaqtda balkim ko'pincha bilishinglar mumkin. Mana ochgandan keyin Google Earth chiqadi, ya'ni dunyo. Bu yerga kirib vatanga berib, vatanni bir ziyorat qilib, ko'rib, aylanib chiqamiz. Bunda ko'rganlaridek Uddul vatanga boramiz. Bu yerda Taklamakan cho'lligi, andan keyin bundaq yaqinlashtirsak, bu yerda Urumchi, andan keyin bu tarafga mansaq Turpan, bunda mansaq Qumul. Bugün ben Qumulning aylanib chiqaman. Tug'ilib o'sgan shahar makonim bo'lganligi uchun Urumchiga borgan, Urumchiga bir hayotimda bir 2 qatim beribdiman. Borgan vaqtdan bir qish bo'lg'achqa toz yaxshi ko'rib bo'lolmagan va Urumchini toz yaxshi bilmayman. Shunga Qumulni bir berib boqaylik, ko'rib boqaylik. Bundaq nima qilsak, Qumulni asal topalaymiz. Uddul kiramiz, Urumchidan asta Turpandan G7ni bo'ylab mansaq. Zaten Turpanning yolqin tog'i, andan keyin bu yerda Pichandan yana yo'lni bo'ylab bundaq mansaq. Qumul shahri. Qumuldak shaharning ko'limi degandek. Bundaq sal yiroqlashtirsak, tog'lar u bu derken Qumul viloyati, ya'ni Qumul shahardan ichiga asta kirib boqaylik. Qumul yoqlashtiraylik. Bu yerda bir ko'l bor. Bu yerda bundaq shuna yoqlashtirgandan keyin bu yerda Qumul oltinliqdaydi. Qumul muqam, andan keyin Qumul podshohlik o'rdisi degandek mishada hamda bilsizlar. Aqarg'i mang'dan yo'l. Hozir bu yerni men bu vaqtda bu yerlar yangi bitgandi. Mana bu yerdan tatib kirib, bir qarab qo'yaylik. Bunda ko'rindi ketaga 360. Osmonlar, havo ochiq. Bir mezgil keldi, yoz vaqti o'xshaydi qaraganda. Qumul muqam muzeysi qudaymi? Men kirib boqqanim yo'q ichiga. Ama do'stlarimdan, saboqlashlarimdan to'ylarda bunda resim tushganligini ko'rgandim. Qumul ravupi, bu yerda haykallar baki. Hech qandaqdir bilmayman endi. Bag'anlar bo'lsa, ma videoning ostiga yozib qo'ysanglar qandaqdir ichi nimalar bordi degandek. Güzel. Ondan keyin bu yerda avtobuslar bor ekan, mashina to'xtatadigan ekan. Ondan keyin bu yerda darvoza o'xshaydi qaraganda, kiraya. Bu yerda o'qib bo'lmaydi ekan, kirish ekan. Bu yerda insonlar o'tiribdi. Mashinalarni park qilgan ekan. Bu yerda odamlar to'p tushibdi. Bu yerda Qumulninki cho'ng xaritasi bor o'xshaydi qaraganda. Bu yerda bir haykal bor ekan. Men nima deb yozibdi?
Her millet halkı onlarının tanısıdaki ziç uyuşaylı da biz koydu. Bu meydan kemaf miyenin su çıkıdan şeyde qaraganda. Miyelde müzik o dayma. Biyanim nemikeligini tazı bilmeydiken ben kep akmağım bu aşka. Miyegem xatiyesi koyuptu. Bunda zerikip qalsaqlar bir şeylerge ma Google'a rızkı girip muşkamolda yoki boshqa shaharlarga berib mundaq ma madem nimanoq ekilib ko'gil bo'lgan 360 gradusda ko'gil bo'lganlar bo'lsa kirib vatanni sog'inib qolgan bo'lsanglar bir kirib bundoq aylanib cho'gil o'tib chiqsanglar bo'ldi. Shu miya pejga kenim yenib bundoq qilib 2D tamamlayıp biya nerede o degan vaqtda biya bu aqarga tushib ketadigan oltinlik miyalarni zaten bilasizlar demisam miyada shu Van o'rdisi xaln o'rdisi bor miyaga bog'liq bo'ladi bu yerdan borki miyaga tushib qo'ydi o maliq mayada ko'gil oldi ketar ma qumul vanlarının qumul xallarının o nima qabristonlikka degandek ma fotoğrafı qaraganda ma adam tatqa o'xshaydi ma miyada ko'langiz chiqibdi miyamda bezibdi millatlar onlarning tansiz cho'yil shaylar deb yana mishangiz qo'yibdi biya ma Heydka masjid miyada qabrlar bor miyada Moğol tusini olgan buning ichida qabrlar bor deyman bizda to'liq o'tirda to'liqsiz maktablarda o'qigan vaqtda mishalarga kirib aylantirib chiqqan olimlar ondan keyin mana shu maktab bitirgan vaqtlarda yoki nimada Hayit ro'za hayit qurbon hayitlarda namoz qilg'ili kelatdiq Heydga masjidga bu bu nemishqa mundaq silinib qolgan buning tarixini ancha yaxshi bilmaydi ekanman bilganlar bo'lsa buning tarixini yezib qo'ygan bo'lsanglar Mo'ng'ul tusini olgan bir uy yoki gumbaz qabristonlik o'xshaydi qaraganda miyadagilarning ismi o'qilimdi o'qilmaydi Mansurxon Xo'ja deydi 1915 yildan 1955 yilgacha Anvar xon timdi toza yaxshi o'qilmaydi ekan ammo ma yaxshi ganjima bundan kirib xatir bo'lib qoldida ma video shunaqa saqlanib qolsa keyin bular xitoylar yo'qotib o'tish ehtimolligi bor shunga ma paket bo'lib qoldida miyaladi deb yozibdi Bigi Zaman qabrisimu bil o'qilmaydi ekan Yangi Zaman qabrisi Abdurahmon Xon marhum 1975 yil Yunus Tejimo 1933 yil marhum Hay Fatima Abdulatif imom qizi Bunda yaxshi ekan bunda hamma narsani pek aniq ko'gil olmasam ba'zi xatlarni o'qib bo'ldi ekan Samarxonbek Suhidinbek Abduqodir Beg Muhammad Ama bu yerlarga ben kichik vaqtim kelgach esimda qolmabdi bir 3-4 qatim kelgan
Anandan keyin jiq vaqtlarda mollimlar bilan bular aylantirib ko'rsatgan bizga. Andan keyin namoz qilib kelgandik bu yerga. Buni ichiga mang'ilmaydi ekanda buni. Piyachu. Ha, mani Xitoylar yangi sog'ingu deyman. Bu yo'qdi. Xitoylar mani keyniga uzatib, cho'ntib sepdi mani. Aslida ma yo'qdi. Ma mal alıbatdı aslan. Hmm, Yem bir taraf, mal taraf. Miyaga kirdik hozir. O, oyagim bog'li boshida qaraganda. Hmm. Oo, ichiga kirdik qadaymi? Ha ha ha. Mayilqi to'xtab tur. Boshda ma teshini bir ko'raylik. Miyada. Ha. Hu. Ma Ma'nın içinde gümbez olan bay kirgen tok bir temde sel kirip ma'nın içine qaraymiz. Ma'nın içinde kabirler var. Ya isim geldi şu malımlar bizine kirgen demiş ege. Hah, Heitka cami. Hazır bu cami bağ mıdı? Bağ buluşu mümkün. Ee, Caminin üstündeki hatlar. Bunda video asla tatip koyada saklanıp paket toplasın. Xitaylar yok qilib o'tishning oldida. Heitka cami. Mana içim şunda peyzi chiroyliq. Ma türklar bor yog'ochdan yozgan. Kirganlar bildi hamda so'zlamasammi. Vaqtni o'qib bilaman. Heitka jamisi deb is qo'yibdi. Mana qumulga ajoyib qumulga kelib qolgandek bo'lib qoldim ya. Ma bayqi biz baya matrab tutdik. Birinchilik kirgan vaqtda hozir mayada mani ko'rgan to'q, mani yondi, ma jamini yonida ko'rgan to'q. Ve kamera unutib qo'yibdi mana bu. Kamera unutib qo'yibdi ya. Miyadi-chu. Arshidin Van qabrisi deydi. Miyada Arshidin Van qabrisi var ekan. Miyadagi bolalarining o'xshaydi qaraganda. Ya deganimdek ma ikkisining mushu qurilishning yoki mushu qabristonlikning hikoyasini yoki tarixini bildiganlar bo'lsa, videoning ostiga yozib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Bizga burun depagan moldim, ammo unutib ketma. Bu yerda qabrlar borki, bu yerda bular Mo'ng'ul olmaydi ekan emasmi? Bo'lmasa bundan mengib bir aylanib o'tgan bo'lsak. Hah, mau shunda chiroyli qurilishda bu. Ko'rdinglarmi? Hozir qurshab nima ketibdi. Bu yerdan quyosh energiyasi bilan yuradigan chiroqlarni unutib degandek. Shunchalikka o'xshaydi. Bu yerdan chiqib, boya bir yana ko'rganda qaga. Mana ichib kirgil oldu ekan. Qarab qo'ydi. Hah, yaxshi oldu oxiri. Man bulungda turib tatibdi-da. Asli ma taraf turib tatgan bo'lsa, ismlarini o'qib bo'ladi-da. Hozir biz boya ko'rsatgan ma gumbazning ichidamiz. Shu podshohlik vaqtlardagi
yasavatgan qabrlar, gümbazlarda bu. Xatmat yo'q ama asli mani modrab tatgan bo'lsa oldidan ko'rinadi ama aqlab qoptichu. Ma kichiklar shu bolalari, navrilari degandek. O'shada yotqanlar. Shu kichik vaqtlar esim kelib qoldi-ya. Kishiga bu. Qo'llamaydi emasmi? Shunaqa buning ichi. Bu yerdan chiqib, yana boshqa yerda bir yerda yana kirgil bo'lamdi ekan, sinab qo'y. Bu yerda 1, 2, 3 ya kirgil oldu kemen. Okey. Bayqiya bu. Miye bir yerga kirgil bo'lamdi acaba? Bayı biz kirgen müziği müziğden aldı. Ma'nın içi kirgil oldu aşağıda qaraganda. Ha bo'ldi ekan. Oo. Ma'nın içi acayip ekan o. Ben kirib baxmaganda bu yerga. Tөгillar. Atla. Müzikende bu hem de. Komul tarihinden çıkan nesle okşaydı qaraganda. Sonra Uygurca yazmaptı. Çinaqacha olsun. Lonqilla degandek. Bu müziğin içi kirganlar bo'lsa, yani bu müziğin içi nimalar bor degandek. Bu müziğmi nima shuni bir açıqlab tushuntirib yozib qolgan bo'lsanglar bek yaxshi bo'lardi. Bu ham shunaqa ekan hamda. Pek tepsili ko'rgilmaydi ekan chunki mang'il olmagandiki. Faqat fotoğraf bo'lgandiki. Shu xatlarni o'qib olmaydi ekan. Lekin bunda bir aylanib ko'ryaptik. Bu yerdan chiqsak. Okey. Bayam biz neler kirdik degan vaqtda maydonda turdik. Andan keyin podshohlar ordusi hayitga masjidning oldi qabristonliklarni qaradik. Ondan keyin muzeyni ichi kirdik. Bu yerlar zaten şu akarga mağdığan altınlık, akarga mağdığan yol. Mayol zamanda unutulmasa ne vardı degan vaqtda. Men belki insanlarni buluş mümkün. Podshohlar ordusidan muzeydan bunday chiqib pastga tushib yani akarning yo'llari bilan bunday g'uddillab mansak. Qabristonlik, yangi qabristonlik. Kirishga bu yerda bunday qilib, bu yerda mashinalarni to'xtatib degandek. O'shada qabrlar bor. O'shada burun nimada chavaq tutdi. Chavaq nerede diyoqda moyo qo'yinda ashadda bu yerdan yo'tkab miyaga ketdi. Hozirgi yeri bu. Bir şey kirib, o'shada qabrlar bor bizning. Shu o'sha o'rni. Ondan keyin mangib belki muzeyxonlardan podshohlar ordusini o'tganligini modrabga olsak. O'sha hamma bilsizlarmidi sharchi, ya'ni Uyg'urlar to'plashib o'tirgan yerlar. Bu yer nerede degan vaqtda
Bu yer bizning yerdə to'liq 2 və 3-cü siniflarni mishada o'qigan. Başda to'liqsiz və to'liq birini shaharlik birinci o'rta maktabda o'qigan. Andan keyin birlashtirib o'tib mishada o'qigandim. Hazır anlasam bu mektepmi yo'q. Bu mektep hazır başlangıç mektep o'qitga o'xshadi. O'rta maktabni Chavaq, Azizim tarafga miyadi. Mushaga yangi soldi deb anglagandim. Men vaqtlarda bu yerlar yo'qdi. Shunda qilib bu Qumul shaharlik, Qumul viloyatlik birinchi o'rta maktab. Pastga tushsak, miyalarimiz sharchi. Bu yerdan pastga tushsak, sharchi, Ratoboq ko'l. Bu yerlarda o'ynaydik kichik vaqtlarda sular kirib degandek. Men yo'lda o'tolmasa, lekin bo'g'oziga tushib ketdik. Miyada o'ylayman bo'g'oz. Bo'g'ozning qo'g'illari qumliq mishalarda qo'g'illarni terib ishlab kichik vaqtlarda. Yana mishadan o'tolmasak, yana Bakkaga boramiz. Qani u Ratoboq ko'l. Kemiyaga boramiz. Keyin bu andan keyin Mavi viloyatlik o'rta maktabdan chiqqandan keyin bu tarafdan bunda mansak yeshil o'rmonlarni ko'rdinglarmi? Bu yer biz kichik vaqtlar bu yerni xabarda etdik. Bu nereden başlaydı degan vaqtda shu xalq bog'chasidan boshlaydi-da. Xalq bog'chasidan boshlab Chavaqning yo'li yerdan boshlab o'sha Xabar deb yerdan maktabgacha boradi. O'shalarda beliq tutib, suv cho'milib o'ynaydik. O'shadan suv oqib shu o'shalar yeshil o'rmonliq. Suv oqib berib Ratoboq baraga qo'yilgan. Andan keyin shu yo'lni bo'ylab viloyatlik o'rta maktabdan bo'ylab mang'andan keyin Miyaga kelsak, cho'ng yo'l bundan chiqdi-da. Miyada o'rmonchilik idorasi bir narsa bo'tdi. Yo'l bundoq mangsa Chaqsidonga udul mangsa to'tko'choq bordi. Yo'l Miya Chaqsidon. Binolar yo'qdi burun. Miyada burunqi tam qal'aning tomlari tashlab ularni buzib o'tgan o'xshaydi qaraganda. Binosi o'tibdi egiz-egiz. Müşerim bunda udul chiqatdik. Dongdan chiqqandan keyin miyada ko'rganinglardek Qumul Uyg'ur tibbiyot doktorxonasi bor. Andan keyin bu yerdan yana shuna udulmaganda ko'k binolar, ko'k o'ylar insonlar kelgan bo'lishi mumkin. To'rt ko'cha chiqadigan, to'rt ko'cha miyada. Bunda mangda gap. Mang'andan keyin nimaning keyinida asli birinchi boshlang'ich maktab botdi, uni chekyapti. Men boshlang'ich maktabda o'qigan emasman. Uni chekyotib, Miyaga bir maktab soldi. Qarasam shu bolalar bor hozir. O'sha maktab soldi, boshlang'ich maktab o'tib. Andan keyin shu yo'lni bo'ylab mang'andan keyin yerda Ibroqul restorani, yerlarda oshxonalar,
Deymiz aşxana, taş dükanları, restoran, miyada boğdu restoran degendek restoranlar var. Ma yolun otursuz bir meydan battı, miyada fontan battı. Anonda ikin ma tarafta bir cami var, mescit var miyada. Mundaq, anonda ikin ma yol mundan çıktı, ma yol mundaq miye, ma bəxt koçse deymiz. Bəxt koçse ma bu. Anonda ikin ma yol munda çıqqandan keyin restoranlar var, İvrgul restoranı olsun. Bağdaş restoran degandek, taş dükanları degandek. Ma Tötkoçe'deki Munar insanlarla buluşu mümkün. Anamdikin ma Tötkoçe, burun Tötkoçe men bağladı, ma yol battı, ma yol battı, ma Tötkoçe, ma yolunu keyin septi. Yani 2009'da ma çoğun yol yoktu. Ma çoğun yolunu az çoğun aytıp, uşul mengip çavak tutuşudan ötüptü. Yine ötüden kılıp. Şundaq qilib Tötkoçe kelgandan keyin Tötkocheda mush yerda mening mahallamda mush Tötkoche. Andan keyin Tötkocheda yangi salgan jami masjid, Matungallarning masjidi. Andan keyin bu yerda Uyg'urlarning Evrgul kutubxonasi botdi, Aysham to'rtxonasi degandek butunlay Uyg'urlar o'tirganlarda bu sotxona botdi bu yerda. Ondan keyin bir yerlerde kebapxonalar botdi. Kebapxona, restoranlar degandek. Mush Tötkocheni u dul bo'ylab mangan vaqtda miyada bir yana Tötkoche var. Bu yana kichik Tötkoche deydi topishursiz. Ondan keyin u dul manganda miyada mavi yani ko'rdinglarmi? Myanmar'ın 3'te giriş çıkışı var yani. Miyadım bir çıkış giriş. Ma tarafta şu tamak, kebap, polo degandek tamak satadigan yerlar. Miyada kiyim kechak yani bu yanada degan yoqda milliy ischan yani e, milliy bozor. Şu miyada şu Uyg'urlarning kiyimlari bir şeylerde tamak satadigan. Miyadan kirgil oldu, miyadan çıkkıl oldu, miyadan kirgil oldu degandek. Ma koçu zaten ma bir beşik mana tuşudan yağı. Lakin ma şu töt koçudan o dul çıkkandaki küçük töt koçudan miye kelsek o korkunç kız ne ötüptü ya. Korkunç kız yoktur o. Allah Allah. Korkunç kız müşahede. Korkunç kızcı halkı. Ma mening videomda ko'rsatib qo'yaman sizga. İnternet topmayaptimi? Heh, ma o'zimning videosini ko'rsatib qo'yay. Ma bu qo'rqinch qiz tozi mushadidi. Ma yana bir aylanma botdi aslan o'sha aylanib mundoq o'tib mundoq aylanib mundoq boribdi mushadi aytibdi ma qo'rqinch qizni ya. Ha, maqtada. Anamdaki miyada burundan ba Lingshan tab sotsialik markazi kiyim-kechak sotadigan yerda o'sha. Ondan keyin miyada xalq maydoni Ko'ngchangda qo'ydik. So'zdan maydon degandek. Ondan keyin bundoq ma tarafdan o'tulma izg'mansa yuqori tarafga mang'an yo'l. Da mang'andan keyin yuqori ayadagi maktabim mening.
Qumul şəhərlik birinci o'rta məktəb. Bakır daire. Ondan keyin binalar, məktəb. Meydan. Keyinide bir futbol meydanı vardı. Topuluqda əsli bu ya. Men meydan özgərtib etibdi. Men azırak o yeşillik vardı demişədi. Sıxlaqlamışədi. Dəm alatdıq biz. Ondan keyin məktəbdən sol tərəfində bir məscid vardı. Ondan keyin oң tərəfində bir məscid vardı. Hazır turğanda qıldım. Bir məscid. Ondan keyin məktəbdən 21 tərəfində miyədə bir məscid. O kadar Maya yukarı ayağındaki müşelede bütünlüğü Uygurlarının öyleri battı. Ya öyle ço. Hazır çekip iştim kalmadı cuma. Maşallah Türk tuttum ha topu taşıydı ama maşallah. Hemen içe kötüptü. Muş yukarı ayağının ki yukarı ayağının ki miye bir mektep Sırjung'da koyattık 4. otur mektep Xitaylarning. Andan keyin yuqori ayağıdan yolda udul tushgan vaqtda nagi bordi degan vaqtda udul tushgan vaqtda Qarasuv bordi. Qarasuvda keyin Langar. O'shalarga Qarasuvlarda, Langarlarda o'ynatdik. O'shada savodoshlarim, og'aynilarim botdi. Do'st bolalar. O'shalar o'ynab boratdik. O'shalarda hammamiz Uyg'urlar chiqaroq to'plashgan yerlar. Andan keyin To'tkocha, mening mahallam degandek. Andan keyin bu olmuş yolun boylap mangaqda arayadaki yol. Yani zaten To'tkocha, andan keyin araya. Bunda men hep yenemiş. Yuqori aya chiqqil oldu. Yuqori ayada mayzig mağsu dövəcin demdi. Aş taraflarga mang'ul oldu. Bu taraflarga jiq berib baqqanim yo'qkan, shunga chiqa. Toza yaxshi bilib ketmayman bu taraf yo'llarni-chi. Şu mening bildig'im markaz joylarkanda Qumulniki. Şu asti bo'g'ozgacha tushib boqqanim borki. Sol taraf şu aqar qabristonliqlargacha, o'ng taraf şu maktab etizliqlar bor, mishalar borgan. Üsti naga borgan degan vaqtda Qumul Qo'g'inchi qizdan sol tarafga qarab bundan manga vaqtda miyada xalq bog'chasi bor. Xalq bog'chasining oldidagi eshigi bu tarafda muzey bor. Miyada esinglar bo'lishi mumkin. Miyada muzeyning oldida bir toshning ustiga Ablet Abdurashidmi deb bir narsa yozib qo'ygan. Mishada bir muzey bor, Qumul muzeysi. Bir kirgil bo'ladimi acaba? Bo'lmaydi ekan. Qumul muzey deb meni kim ya? Bundak, ondan keyin xalq bog'chasi, miyada bir ko'l botdi. Shundoq o'rmon. Miyaladim uylar bor. Miyalada shu Tungallarning uylari, Uyg'urlar bor mishalada. Ondan keyin Uddul xalq bog'chasining keyin eshigidan chiqib, bunda Uddul yo'lni bo'ylab mangandan keyin ondan keyin sol tarafga qarab mundaq mansaq nega kelmaymiz degan vaqtda Qumul bekitiga kelamiz. Qumul poyezd stansiyasi. Mana bilet oldigan yer, poyezd to'xtaydigan yer degandek. Ondan keyin bu yo'lni Uddul bo'ylab pastga tushsak, bunda tushgandan keyin Azizim, Chabaq degan yo'llarga bunda tushimiz. Chabaq. Chabaq ma yo'l zaten yangi yasalgan yo'l ekan. To'tko'choqda tushdi ma yo'l. Chabaqdagi bu yangi yasalgan maktab. O'rta maktabga
Uddul tutsek, miyada bir nim battı. Ha, miyada. Miyada birisinin, bir qo'jining qabristonligi battı. İsmini unutib qoldim hozir. Mishada ko'rinyotidi mana. Lekin bu yerdan yana bundaq uddul tutsek, yana shu sharchaga tushib qolamiz. Laytlik o'ttirdi maktabga. Shu bunda qilib Qumul shahar markazini bir tanishtirgan bo'ldim. Qumul yine bağımğa gelecekte men. Yani bu taraflarga bağımğan, bu taraflarga bağımğan. Şu anan lekin Qumul bu faqat Qumulning merkezida shahar. Endi Qumulning tog'lari bor. Qumul 12 tog' va 5 shahri bilan mashhur. Qumulning tog'lari. Qumulning tog'i qandoq mangmaymiz degan vaqtda mushada bir yo'l bor mana. Madrek mağdan ama uddul mağdan bir yo'l bor. Bo'ylab uddul mang'andan keyin mana bu tog'larga kelamiz. Miyada Shisenba, miyada Charlotte'ga nurg'un tog'lar bor. Shu yo'l mishadan ko'rindimi? Qap-qora ko'rinyotidi. Miyada ko'llar bor. Lekin shuni bo'ylab bundoq mangsak egri bugri yo'llarni bo'ylab bundoq ma resim kuzda yoki kuzda tortilgan o'xshadi. Seriq yoki qizil ko'rinadi agar yozda tortilgan bo'lsa, yop-yeshil ko'rinadi bu yerda. Mush yo'lni bo'ylab mangamiz. Mangib mangsak. Miyadin egilib mangsak. Aqtashga kelamiz. Ko'rganladik. Ondan keyin bu yer nima yo'lning tutishgan yoki yo'lning ayrilgan yeri. Aqtashni Qumuldan gap Aqtashdan gap men kelganda meni Qumulzida qo'yatdik. Bu yerda o'ngga qarasak, o'ng tarafga qarilsak, Dazgo, Araturk, Turkköl, Nom qatorliq shu yo'llarga mang'ul bo'ldi. Uddul mangsak shu Barkölga boramiz. Barkölga berishning oldida Sumusdan Machang bor. Bu yer asli burunqi Qumulzi burunqi yo'l mishadin bu tog'lardan davallardan mishdan tushadi. Ma yangi yo'l hamdi hesabda. Bu yer nerede degan vaqtda bu yer asli bu bundoq cho'ng bir yer Nerinkir deb ataldi. Bu yerda Zurki tog'lari bor. Zurki tog'lari bu yerda Aqtash. Avval ma yo'lni bilmay o'taylik. Bundaq mangsak mana mahalla Sumusdan yani at Nerinkinning dаңliq beyge atları, musobaqa atlari chiqadi. Nerinkinning dаңliq atlar chiqadi. O'sha yerda nurg'un Uyg'urlar bor. Bu mahallani yangi mahallani sevtibdi, burun bundaq emasdi. Miyada qartayl doyalar bor. O'shani uddul bo'ylab mang'an vaqtda nagi bordi degan vaqtda sal cho'ngtay. Shu uddul ondan köysi bor, köysidan o'tgandan keyin miyada Barköl bor. Barkölga bog'ladi. Barköl ko'li, Barkölga bir ikki qatim borgan. Ondan lekin yana miyaga qaytib kelsam qanday bu? Aqtash bu Qumulga qaytib kelsam ma yo'lni mangdik. Ma yo'lga mang'an vaqtda, ma yo'l bilan uddul mang'an vaqtda eng boshda nima kelamiz Qumtoqqa. Ovoz chiqargan Qumtoq miya. Miyada sayohat o'rni bor. Bundaq ma bu eng egiz qumlar mishada.
Saat ornama insanlar kelip kumlarga çıkıp teyillep, kömülep oynaydigan yer. Bu şu küzde tatılgan boğaçka hemmiye bir xil toparang seriq ko'rinadi. Yazda tatılgan bolsa yeşillik yaylaqlarda hemşelerimiz yaylaqlarda. Bir yerde kum var hemde çoğun kumlukta. Bağalla oynap bağalla biliş mümkün. Şu şey ekildi. Mayadın mahalle var. Mayadın su akıp munda düşürdü. Su nereden keldi o degan vaqtda şu yaylaqlardan ekip Zürkü tağlarıdaki qarlıq tağdan Zürkü tağlardan miyada Zürkü tağı var. Şerden ekip keldi. Zürkü tağı qaysı o degan vaqtda sizlarga mening videomda bir Zürkü tağını fotoğrafı batdı. Gösterip qo'yay sizlarga. Mana Zürkü tağı o'shaga biz chiqib eng ustiga chiqsa nerinkini bütün nerinkini ko'rgili bo'ldi emasmi? Shunda egiz tog' bu. Bu tog' shu o'shada o'qmoqsam o'shada bir yerda bek egiz tog' bu. O'sha chiqib qarasam o'sha bütün nerinkini ko'rgili bo'ldi. Andan keyin su o'shadan tog'dan eqib mahallaga qum tog'ning yenidan o'tib o'sha mahalla bor. Bu yerda to'sin bor. Tosmaning usullari bilan etiz teriydi bu yerdagi odamlar. Mahallaning ismi Ko'ngerek. Andan keyin bu mahallaning kaynida su bor. To'sin bor yani. O'shalardan etizlar bor. Bu yerda yana bir mahalla bor. O'shalardagi hammasi Uyg'urlar. Uyg'ur mahallasi. Yana mayol bilan bunda qaynab mangsa yana Marchanga, Zunchanga, Sumstanga bağlı oldu. Andan keyin bu yerda bunda mangsa mayol yana bunda qaynab miyadagi Mataq bag'ridagi Uyg'urlarning mahallasiga bağlı oldu. Bu yer qandaqdir degan vaqtda miya egiz tog'lar bilan qo'rshaqliq. Miyada egiz tog'lar bor. Miya o'ttirsa shu yaylaq degandek mahalla. Bu Ko'ngerekdan bunda Udulmanga vaqtda bu yerdan chiqib bunda bir yo'l bor. Udulmanga vaqtda mushada mushu Nerinkir xalqining nemisi bor. Tamliq deb qo'yatdik biz. Qabristonliq bor. Mushada. Shu ko'rinayotganlar shu. Miyada bir masjid bor, miyada bir ikki uy botdi. Qabristonliqlarni ko'ringlarmi? Mush Nerinkir xalqining tugab ketgan insonlarni mushaga ko'midi. Andan keyin mush tog' bag'rida shuna kichik uyada bu yerda uylar bor. Mushalarda tog' bag'rida mahalla bor. Andan keyin mushada bundaq mangsa miyalarga o'ylasa yutibdi mana. Burun shunaqa o'ylar yo'qdi. Bu tog'ning kayni zaten cho'lda qo'yatdik. U Mong'oliyaga yaqin Mong'ol yo'llar. O'sha cho'lda bir yaylaq bor. Keyin pastga tushib O'g'loq degan mahalla bor. Shunday qilib kaynimizga yansaq shu qum tog'dan yana cho'ng yo'l bilan bunda mangsak Tulmong'ondagi miyada Dazugo bor. Dazugo Uyg'urlarcha ham qozoqlarcha qozoq qarindoshlar. Andan keyin shu yo'lni bunda bo'ylab Tulmong'ondagi Turko'lga kelmiz.
Tuz Kölüge. Türköl mähällisi müşäde. Ondan menim uşunu Dulmangamdaki Aratürk mähällisi kilimiz. Bir yerlegi bağallar bilşanlar mümkün. Bir yerden şundakçık Uygurlar var. Zaten Uygur mähällelerimiz emmisi Nerinkir, Aratürk degendek. Şu pek tepsili düşendirimsem boldu. Zaten Kumul'unu bildi Allah'mış. Kumul'un naisi, yezileri, meşhur yerleriga bağlan boluş mümkün. Aratürk'tün ötkendekin yine muş yollarını boylap bu Dulmansa heli bir yeni yolda burun konu yolda 4-5 saatte barattık. Hazır yeni yol belki 2 saatte bağlı boluş mümkün. Aratürk'tün u Dulmangandakin Nomga, Nom mähällisi. Nomga bağlı oldu. Nom Kumul'niki en tatlı koğulları çıkıdı ayada. Kumul'un en tatlı koğunu üç yerden çıkıdı. Onunki Nom nimeler bağlı aktak toğraqlar, taşqa aylanıp ketken daraxtlar, toğraqlar jık çıktı bir şeyler. Mine toğraqlarını üstü koyuptu. Muş nomlağın bağın, nomgu oynap, nemqip bağın bir şeyler çöller bağ, kumluqlar bağ. Man nomdun motot bilen yamaşın bilen Mongoliya kirketkil boldu. Mongoliyanın çigirası mağı. Burun bu nomdaki insanlar qandaq bir yerde oralışıp qalgan degen haqda burun padişahlık devirde muşu insanlarmış nomlarga, yirak yezlarga sürgünde ötemiş. Eşnak anlantım. Şu nom miyede Aratürk anandikin bir yerine şu kayıtıp gelsek. Şu Nerinkir bir şey dedim tağlar Barköl şu çoğun büyük tağlarımızmış şeyde. Şu yaylakla güzel menzillik yerlerimiz şeyde. Aratürk Türköl Dazgo Kumtağ Sumustan miyad qıptı Aktaş deyelim bunu keynimiz kaysak şu tağ bağırlarını ölsek bir şeyde köl bağ Şisenler Şarlar tağları degendek şu Komul'nu muşuna qılıp bir köygen bulduk. Sizler bilen bir Komul'nu bir ziyaret kılıp körüp ayınıp çıktık. Anandakin yeni bir nersi köygentim ben. Google Earth Engine'de bassak bir yerde timelapse yani zaman akışı demdik. Google Earth Engine besip timelapse baskan vaqtda muşu son 35 yılınki özgürüşlerini köstüpürdiken. Yani 1984 yıldan başlap manevi köygentim manevi sinap qaylı. Bunday görmezdiği vaqt hazır. Tabii ki bizden vatenge Kumulga berip körüp aqaylı Kumul. Acaba qandaq özgürüşler boldu 30 neçe yılda. Miyede bizden vatan Manturğus koyup duray. Manın süzüklükleri istemek yukarı emeske.
Miyada bir köl var ki. Bu qaysi köl oldu acaba? Bayıngunul Mongol özerki. Bayıngunul'daki bir köl ki bu. Onun özgürlüğünü bir körpü kaydı başta. Pek çıkma özgürlüğü. Komulgu beriş için komul ne? Yaklaştır bakayım. Komul nerede kaldı ya? Bayıngunul'daki Ürümçi kiliş gerekti o değil mi? Ürümçi. Heh. Ürümçi. Ürümçi gibi bir karıtelci. Ürümçi belki en gözüge gelen şehir buluş mümkün. Peki yaklaştırılgan belki süzük çıkmaydı ekan hem de. Şunaqa olsun. 1984 yıldan başlaymiz. Biz bakay. Sal yaklaştırsam buradaki. Bu Ürümçi şehri bu. Heh. Hem de şehir yaxşı görünüyor ki 2018'den 1984'ün başında hazır. Şehir çoğunlap kengayip acayip. Tamam yaklaştır bakayım. Mana bu timelapse bo'lgandan keyin pek süzük çıkmaydı ekan. Okay. Ürümçi'den Mongdok, Ürümçi'den ötkendan keyin Turpan. Turpan qani? Ha, Turpan. Turpanның Yalqıntagı. Meni mangandan keyin Qumulga kelishimiz kerak to'g'ri. Ha, Qumul. Okay. Qumul. Qumul bir yiroqdan mangda o'tdi. 1984-yildan boshlab 2018. Bunda aslında bunda holatdan cho'nglab yeşilliklar, shaharlar cho'nglab ketibdi. Tag'in yaqin qilib qo'y. Yani belki süzük çıkmaydı ekan yaqin qischa. Timelapse bo'lgandan keyin. Shuncha yaqin qilib bo'ldi ekan buni. 1984'ten başladık. Çoğunlap. Şöyle etizlacıklar bir şehir çoğunlap köngeyip degendik. Şehirnin işçi çoğunlap degendik. Bundak yiraqtan qarab qaylık olmalı. Şu agar bek yaqindan ko'gil bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'lardi-da buni. Bunda shaharlarning ichini, mahallalarni bir ko'ratdik-da. 30 necha yilda qandoq o'zgardi degandek. Ajoyib pej bo'lardi. Pek ochiq chiqmaydi ekan. Shunchalik ochiqlikda chiqdi ekanda. Men bir qadam qaytay. Burunqali 2003, 2019. Mana sal astalat qilib bo'ldi-ju.
0.5 tezlikten 0.25 qilib tig'masdan qilib qo'y. Toza ko'ngil bo'lmaydi. Ammo nimaga qarab qo'yjimi? Acaba o vaqtlarda qumul miyel bo'lsa, toq bundoq maqsaq o vaqtlarda acaba qumtoq bormidi? Borki. Burun shunaqa yo'l keltiqda. 1984-yili. Qaranglar, o vaqtlarda yeshilliklar jiqkantiq. Yeşil sular jiqkantiq vaqtda 1984-yil. Qumtoq mandirib qo'y. Bekchiq o'zgarishim bo'lmoqda. Mahalchi. Pek yaxshi ko'rinmaydi. Shu munda qilib Google Earth Engine kirib mouse timelapse degan yana bosib, nima qilsanglar son 30 necha yillik o'zgarishni ko'rgil bo'ldi. Belki yaqindan ko'rgil bo'lmasmi? Yiroqdan ko'ra olasizlar bundoq. Bizning vatandan. Shuna qilib sizlar bilan birga xaritlar kirib Google dunyosiga xarita kirib vatanga berib qumulga berib bir aylanib ziyorat qilib chiqqan bo'ldik. Ko'rib huzurlangan bo'lishinglarni umid qilaman. Rahmat.